Assalomu alaykum aziz do'stlar, xush keldingiz. Qadimiy tibbiyotning oq shifosi va mizoj muvozanatida keng foydalanilgan shifobaxsh haqida va to'g'ri foydalanish va yo'l qo'yilayotgan xatolar haqida, qabziyat va mizoj haqida gaplashamiz. Bu suhbatni tinglagan kishida shunday bir savol tug'ilishi mumkin: bu shunchaki bir kosa qatiqmi, bir kosa taommi yoki 1000 yillik shifo retseptimi? Chunki men bu bilgilarni ilk tinglaganimda menda shunday savol tug'ilgan edi. Bugun dasturxonimizdan kam bo'lmaydigan qatiq aslida Ibrohim alayhissalomga bildirilgan deb rivoyat qilinadi. Ya'ni qanday achitqa qilinib tayyorlanishi bildirilgan deyiladi va Ibrohim alayhissalom kelgan mehmonlarga mana shu qatiqdan ikrom qilingan deb keltiriladi. Va Ishoq alayhissalomga, Yaqub alayhissalomga meros qoldirilgan avloddan avlodga meros bo'lib kelgan deb aytiladi. Va aynan qatiqni foydalarini qadim tibbiyot hekimlari keng o'rganib va qiymatli dori sifatida foydalanishgan. Qadim tibbiyot hekimlariga ko'ra, bu qatiqni shifobaxshligini sirri nimada? Buni bilasizmi? Ana o'sha haqida gaplashamiz. Qatiqning ichiga o'sha bir qoshiq oltin misoli suyuqlikni qo'shmasangiz, shifo yarim qoladi. Xo'sh, nima uchun? Keling, qadimiy tibbiyot kitoblarining nurli sahifalarini birga varaqlaymiz. Buyuk bobo kalonimiz Abu Ali ibn Sino o'zining Al-Qonun fi tibb asarida qatiqni sovuq hol mizojga ega deb ta'kidlaydi. U vujudning ichki olovini o'chiruvchi, o't o'chiruvchi kabidir deydi. Lekin qanday iste'mol qilishiga ko'radir. Ibn Sinoning mizoj muvozanatidagi eng katta sirlaridan biri bu yerda. U sovuq mizojli yeyeceklarni issiq mizojlilar bilan mo'tadillashtirib iste'mol qilish kerakligini ta'kidlaganlar. Shuning uchun qatiqqa bir qoshiq zaytun yog'i qo'shishni bizga tavsiya qiladi. O'sha oltin rangli suyuqlik bo'lgan zaytun yog'i. Xo'sh, nima uchun shunday? Chunki zaytun yog'i issiq hol mizoj bo'lib, qatiqning o'sha sovuqligini muvozanatlaydi. Agar qatiqni zaytun yog'i bilan mo'tadil holga keltirmasangiz, u sizga balg'am orttirishi va vujudingizda balg'am ortishiga sabab bo'lishi mumkin. Bo'g'imlarda og'riqlar bo'lishi mumkin. Lekin yog' bilan birlashsa, bu ichaklar uchun haqiqiy najotdir va mizoj uchun foydalidir. Ham mizojni muvozanatlaydi, ham zaytun yog'ining o'zini shifobaxshligini oladi vujud. Qabziyatga qarshi juda foydali hisoblanadi, vujudni namlaydi, ham qatiqqa qo'shilgan vitaminlarni parchalanishi va so'rilishi uchun juda ahamiyatli hisoblanadi. Va ba'zi vitaminlar bilasiz, faqatgina yog'da yaxshi parchalanadi, to'liq parchalanadi. Ya'ni bu yerda qatiqni ichiga solgan sedana tarkibidagi vitaminlarni foydasini to'liq olishingiz uchun juda muhimdir. Qatiqni yana asal bilan muvozanatlasa ham bo'ladi, ya'ni qatiqni mizojini. Endi do'stlar, Anadoluning buyuk hekimlari, saroy tabiblari uyqusizlikda dori sifatida nimadan foydalangan? Uyqusizlikda dori sifatida keng foydalanilgan bir sirdan bahs etaman. Uyqusizlikning eng nafis dori-darmonlari sifatida qatiqdan foydalanishgan. Qarang, agar kechki ovqat vaqtida zaytun yog'i va bir oz sedona, ya'ni bu Turkiyada cho'rak o'ti deyiladi, Turkiyada yashovchilar uchun bir oz sedona qo'shib iste'mol qilinganda, bu nafaqat tana haroratini pasaytiradi, balki asab tizimini tinchlantirishga yordam beradi. Zehni charchagan insonlar uchun bu bir kosa qatiq aralashmasi osoyishta uyqu kaliti hisoblanadi. Ya'ni kun bo'yi insonni tushunchalari, stresslari, xullas kun bo'yi mashg'ullik insonda fuzuli harorat, ya'ni keraksiz bir harorat biriktiradi. Bu issiqlikni qatiq tabiati keragi salqinlatuvchi bo'lgani uchun u haroratni tushishiga yordam beradi va insonni salqinlatadi. Mizoj ilmiga ko'ra miyani namlanmasi uyquni kalitasini belgilaydi. Agar miya juda issiq va quruq bo'lsa, uyqu yaxshi bo'lmaydi. Miyani mizoji Ibn Sinoga ko'ra sovuq va namlidir. Doimiy dard, uyqusizlik, ekranda ko'p qolish, ya'ni ekranga ko'p qarash, jahl kabi zararli odatlar miya haroratini orttirishiga sabab bo'ladi. Inson bir narsalarni topib olib, shuni o'ylab, shuni hisobini yopib, shuni fikrlab uxlomay ertasi kun aytadiki, ertalabgacha man
hech uxlolmadim deydi. O'ylab chiqdim, dardim ko'p dedi-da, faqat u o'sha quruq va issiq mizojdan qaynaqlanayotgan bo'lganligini bilmaydi. O'sha zaytun yog'i va qatiq yengil namlik beradi vujudga va siydani esa qon aylanishini yaxshilashga yordam beradi. Natijada inson sokin, tinch uxlaydi va huzurli, yengil uyg'ona oladi. Buni biz vujud o'z-o'zini ta'mirlay oladi suhbatida bu haqida gaplashganmiz. Vujud o'z-o'zini ta'mirlash uchun kerakli bo'lgan omillardan biri kalitali uyqudir, ya'ni sifatli uyqudir deb. O'sha sifatli uyquni sabablaridan, sifatli uyqu bo'lishi uchun kerakli bo'lgan narsalardan birini gaplashdik hozir. Buyuklar aytganidek, ruh tinch bo'lsa badan sog' bo'ladi do'stlar. Shuning uchun miya haroratini orttiruvchi omillardan uzoq turish kerakki, bu ko'z quruqliklariga ham sabab bo'ladi. Ma'lum, kunimizda ko'z problemlari ham ortdi. Yo'qolmas xazinalarimizdan biri. Bu haqda biroz bahs etamiz. Endi qarang, bu qatiq tayyorlashda eng ko'p qilinadigan xatolar bilan gaplashaylik. Xatolar haqida. Qatiq idishga to'planadi. Qatiqni bir xaltachaga solib, o'sha suvi zardob oqishini ta'minlaymiz-ku. O'sha zardobni ba'zi insonlar to'kib yuboradi. Buni aslo bunday qilmaslik kerak. Chunki Ibn Sino bu suvni ichki a'zolarning jilosi deydi. Qarang, u buyraklarni tozalovchi va jigardagi tiqlimlarni ochishga yordam beruvchi eng sof dori hisoblanadi deb aytgan. Ibn Sinoga ko'ra injaltuvchi hisoblanadi, ya'ni vujudda quyuqlashmish suyuqliklarni, ya'ni balg'omni injaltuvchi, yumshatuvchi hisoblanadi. O'pkada umuman vujuddagi balg'omni vujuddan otilishiga yordam beradi. Kunimizda esa qatiqni tarkibidagi probiotiklarni juda qiymatli ekani haqida tadqiqotlar ko'plab tadqiqotlar bor. Haqiqatan qatiq va zardobi juda qiymatli bir ne'matdir. Do'stlar, ba'zan sog'lig'imizni tiklash maqsadida eng shifobaxsh deb bilgan yo'llarimizga murojaat qilamiz, albatta. Masalan, ichaklarimiz biroz erkatoylik qilib qolsa, o'zimizni yengil his qilish uchun uy qatig'iga yoki qatiq zardobiga talpinamiz. Kutamizki, go'yo bahoriy tozalashdek hamma narsa suvdek oqib, tanamiz poklanib ketsin. Lekin ba'zida biz kutmagan holat yuz beradi vujudimizda. Sizga ham shunday bo'ladimi? Masalan, shifobaxsh aralashmani ichasiz, ammo tanangiz go'yoki eshiklarni yanada mahkamroq yopib olgandek bo'ladi. Ha, shunday bo'lgan degandek kelyapti menga. Uni shunday deganingizdek, ichingizda bir og'irlik, dam bo'lishi, shishkinlik paydo bo'ladi. Xalq tili bilan aytganda buni qornim toshdek bo'lib qoldi, ichagimda harakat yo'q, ya'ni qornim shishdi. Shu lahzada inson hayron qoladi-da, nega aksincha bo'ldi? Shifo bo'lishi kerak edi-ku degan savollar tug'iladi. Aslida bu yerda masala taomning o'zida emas, balki tanamizning o'zida, ya'ni tanamizning o'sha paytdagi iqlimidadir. Agar tanamiz ichidagi shamollar biroz salqin esayotgan bo'lsa, ya'ni tizimimiz sekinlashgan bo'lsa, ba'zan o'sha shifobaxsh qatiq ham ichaklarda turg'un bo'lib qolishi va bizga noxushlik keltirishi mumkin. Keling, o'sha toshdek qotish hissini sezish o'rniga ichimizni paxtadek yumshatadigan va to'siqlarni nafislik bilan ochadigan kichik sirlar haqida gaplashaylik. Tanamizning tilini birgalikda o'rganaylikki, shifo niyatida ichgan har bir qultumimiz bizga haqiqiy yengillik va quvvat bo'lib qaytsin. Aslida qanday iste'mol qilish kerak ekan qatiqni, buni o'rganamiz. Zaytun yog'i bilan birlashganda bu zardob ichak devorlarini xuddi yangidan qurilgandek tozalashiga yordam beradi. Ya'ni zaytun yog'i sirpantiruvchi, yumshatuvchi va hujayralarga qadar shifo tashuvchi hisoblanadi. Tashiychidir, ya'ni. Qatiq esa probiotikdir. Vujudni namlovchidir. Zardobi esa ichaklardagi qoldiqlarni eritib, tanadan chiqarishga yordam beruvchi tozalovchidir. Bu yerda qatiqni va zardobini mizojini mo'tadil qildik. Sedana quruq va issiq mizojlidir. Zaytun yog'i ham issiq va namli mizoj hisoblanadi va natijada bu usul bilan iste'mol qilinganda bizda shishkinlikka, ya'ni qorin dam bo'lishiga sabab bo'lmaydi. Ana shunday do'stlar, shifo ba'zan eng yaqiningizdagi kichik bir narsada, balki hatto ba'zan siz o'sha
nazarga ilmagan, bir vaqtlar isrof qilgan narsada bo'lishi mumkin shifo. Bu dunyo hikmatli dunyoda. Alloh ba'zan shifongiz uchun bir kosa qatiqni sabab qilishi ham mumkin. Shuning uchun do'stlar, hech narsani isrof qilmaylik. Hech narsani isrof qilmaslik uchun g'ayrat ko'rsataylik. O'z qo'lingiz bilan, mehr bilan evitilgan, tayyorlangan qatig'ingiz Ibn Sino va Saro hekimlari o'rgatganidek zaytun yog'i bilan, sidona bilan aralashtirib iste'mol qilganda bu haqiqiy turk shifo bo'ladi. Do'stlar, siz ham bu sirlarni dasturxoningizga olib kiring. Videomizga like bosib, obuna bo'ling. Bu bilimlarni yaqinlaringizga ulashishi uchun vasila bo'ling. Shifo hamrohingiz bo'lsin do'stlar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.